Qaranglar akalar, xullas mana bunaqa bitta muammo bo'lyapti. Qaranglar. Akkumulyatorni tekshiramiz. Akkumulyatordan tok chiqib turibdi primoy. Lekin mana shtekor ulaymiz. Shtekor ulagandan keyin shtekordan tok chiqmayapti. Shtekorda muammo deb o'yladim. Mana shtekordan tak birazdan beramiz. Mana ishlayapti shtekor. Qilamiz. Mana ishlayapti. Tabiiyki provod ishlayapti. Nimadan deb o'ylaysizlar mana shunaqa vaziyatda?